Rostmishmi yoki yolg'onmishmi? Yo, rostmishlar. Kimni balaq Tantash. Mayda endi ko'pchilikka dars bo'ldi shekilli. Nima bo'lgan o'zi? Boshda aytgan nima bo'lgan? Boshda aytgan nima bo'lgan? Bir oymi, 1,5 oy Короче, rasmlarini qo'yib, Instagramga pomni rasm videolar qo'yib, onasini bunday ismlarini yozib, shantaj qilib, ani onasi jalabdi bolasi deb rasmlar qo'ygan. Короче, keyin 1 oy efirda o'tirib pizdes temalar qilgan, yalaqi, tuda deb mani ham ko'rgan bo'lsa kerak, mani ham. Keyin Hamidov taniysan, Sardor Pamoyevni, Hoji bobo. Ko'rmagan ekanman. Sanga kelishgan, sen o'zing mo'jiz panat nima qilmayapsan. Короче, keyin so'rashgan. Ko'kat. Ekipajga. Yapti. Efirda o'tirib so'ragan, uni hali Zeka aytdi-yu. Shuna bo'lib, короче, ketdi. Qolganlar endi qilmaydi bu ishni menimcha. Sen ham shu yerga eding-ku, shu nimada bitta shu ustolga qachon qayerga chaqirilganga sen ham shu yerga. Ana shuni. Bu yerda gaplashmaylik, короче, men senga yozaman, Sardor. Xalqam eshitsin, eshitsin odamlarga. Yaxshi ish bo'pti-ku, zo'r ish bo'pti-ku. Kim? Men misol uchun tilim qisqa joyi birortasidan muttahamlik joyim yo'q. Men misol qilgan bo'lsam to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Qanchadan qancha odamlarni uyini qonatib, qaqshatib, pulini olib, shantaj qilib, yo'qolish kerak unaqalar. U dastavka amidi-da. Men boyadan beri aytayapman, dastavka amidi. Qozog'istondan borib sikitirib keladi, Rossiyaga borib sikitirib keladi. Qayerga kimdir donatorlik qilsa borib sikitirib keladi. Dastavka amidi. Vot mana nomerading videoshchilar. Men bilaman-ku jalab ya. O'zi yaxshimisan, sizlarda tinchlikmi? Dunyo bilan notinch, sikasan bo'ladi demasini. Sen yaxshimi? Odamlarga san qiziq, ular naqo'y qiziq emas. Qoravoy. Pul bilan tutib ushlab ketdimi? Bunday. Qancha pul? Shu bir so'mda 100 millionlar yaqin bo'lsa kerak. Gucci hammi? Gucci nima qilgan u? Gucci'ning nima ishi bor u yerda? Gucci'ning nima ishi bor? Baliqni boshi. Uni qilasan, buni qilasan, короче. Endi o'zlari bilishadi. Bilmadim men ham. Yaxshi ish qilishgan yo'q lekin. Shu Gucci'ga ham zaybatda kayf qilib shu yerga o'ynab yurish qilib yuribdi. Uni o'zi xudo urush qilgan edi, mana bu yerlarni olish qilib ko'ylari mana. Nima bo'ladi? Men qarasan ham uylanib ol. Nima u yomonga chiqaryapsan? Sevishib yurarding-ku. Uylanmasingdan oldin. Kim bilan? Gucci bilan. O Gucci bilan bekor shu ishga bilan arashish qilganda Gucci dalib. Lekin bitta gap gapirib o'ta yomon. Juda yaxshi bola bo'lib qolsan-chi, sen uylanib Sardor bilinyaptimi? Zo'r bola o'zi bu. Chotki maniki albatta chotki shu. Gaparagan nima deb yozdi. Shu eshak ot bo'lish qilmaydi, shu eshakligini qolib ketadi. Prosta ana borishiga jav. Gucci'ga jav. Zohid ikkalasini ham kesdimi? Suti bo'ldimi? Yo'q, hali beri bo'lmasa kerak, yoshni. Suti. Patrutdami? Shunaqa. Keyin bitta gaplashdim. Hatta WhatsApp Odil aka telefon qilaman. Endi eshit. Endi uni pul ustida qo'lga olgan bo'lsa ham, u bola mujiklik qilib da'vosini qaytib olgani bilan davlat degan